100 metr kvadratdan tashkil topgan ikki tomonlama proyektdagi 5 qavatli Novostroyka domining 3-qavatdan 3 xonali tayyor holatdagi xonadonimizni bugun siz bilan birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismidan bizni shunday kattagina koridor kutib oladi. Devorlarimiz mo'y shapoylarda ishlov berilgan. Oyoqdagi to'liq laminat holatda proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, alohida bo'lgan yuvinish xona, kuxnya hamda kattalar yotoqxonasi. Ko'rishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Oyoqdagi to'liq laminat holatda devorlarimiz mo'y shapoylarda ishlov berilgan, derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlarda, mягкий zonalarimiz qilingan, TV zonalarimiz dekor uslublarda alohida ishlovlar berilgan. Proyekt bo'yicha bolalar yotoqxonasi. Proyektimiz idealni ikki tomonlama proyektdan tashkil topgan. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. Hujjatlarimiz esa ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasidagi mebellarimiz to'liq qoladi. Uy bekalari orzusidagi kuxnya alohida bitta laykka juda ham arziydi. Duxkontenli kotellarimiz o'rnatilgan, gaz plita o'tishkalarimiz o'rnatilgan, moykalarimiz o'rnatilgan. Kattagina mягкий zona uchun joylarimiz qoldirib ketilgan. Yo'l yoqasidan birinchi liniyada joylashgan. Manzilimiz shart 2 chevar. Alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan hamda yuvinish xonasi. Ushbu 3 xonali 100 metr kvadratdan tashkil topgan xonadonimizning umumiy narxi 68 mingga baholanyapti. Batafsil ma'lumot uchun pastki raqamlarga murojaat qilishingizni kutib qolamiz.